Har qanday davlatning kelajagini ko'z oldingizga keltirish uchun uning bugungi ta'lim tizimiga qarashning o'zi kifoya. Chunki ta'lim bu nafaqat bilim berish, balki yangi avlodni shakllantirish jarayonidir. Ziyolisi yuksak, pedagogi obro'li, bolasi ilmli va milliy qadriyatlarga sadoqatli jamiyat har qanday qiyinchilikni yengib o'ta oladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda maktabgacha va maktab ta'limi sohasida izchil islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Yaqinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi ushbu islohotlarni yangi bosqichga ko'tarish, muammolarni aniqlash va eng muhimi ushbu yig'ilish ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni zamonaviy, raqobatbardosh va milliy manfaatlarga moslashtirish sari yana bir muhim qadam bo'ldi. Ayniqsa, ta'lim jonkuyarlari mehnatiga ko'rsatilayotgan rag'bat, e'tibor, ularning oylik maoshlari hajmining kundan kunga o'sib borayotgani bu kelajakka e'tibor, istiqbolga mustahkam asos degani. Bugun ana shunday katta miqdorda 12-15 millionga yaqin maosh olayotgan ustozlarning kuchiga kuch qo'shilyapti. Mehnatining samarasini ko'ra boshladi ular. Bu esa prezidentimiz aytganidek marra emas, hali bundan-da oshadi ustoz o'qituvchining maoshi. Quvasoylik xalq ta'limi fidoyisi Zulxumor Kamolova faoliyati bunga misol. Men Quvasoy shahridagi birinchi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot hamda rus sinflarida o'zbek tili fani o'qituvchisi Kamolova Zulxumor Almasbekovna bo'laman. Butun ish stajimga 34 yil to'ldi. Alhamdulillah, endi bu maktabda ishlayotganimga mana 25-yil to'lyapti. 34 yillik ish tajribamdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, biz eskidan sentyabr oyidan 10-sidanoq, 15-sidanoq tezlik bilan paxta dalalariga chiqib ketardik. Ana shu yerda ish faoliyatimizni o'sha yerda olib borayotgandek hisoblanardik. Paxta terish bilan, yana undan tashqari boshqa xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardik. Mana hozirda prezidentimizning katta bir tashabbuslari bilan biz mana shunday xo'jalik ishlaridan, qishloq xo'jalik ishlaridan ozod etilib, paxta dalaridan ozod etilib, o'zimizga ko'proq vaqt ajratish, ya'ni pedagoglik sohasiga, o'zimizni mana bu masalan men o'zim aytadigan bo'lsam, ona tili adabiyot sohasiga juda ko'p vaqtim ajratyapman. Sababi o'zingizni ustingizda ishlamasangiz, o'quvchiga dars berish qiyin. Ayniqsa hozirgi davrning o'quvchisi bilan ishlash, ko'proq bilim egasi bo'lmasangiz juda qiyin hisoblanadi. Darsga hech qachon tayyorgarlik kirib bo'lmaydi, chunki o'quvchi kutilmagan savolni berib qolishi mumkin. Chunki o'quvchi hozirda mana o'zingiz ko'ryapsiz, ko'p repetitorlar chiqib ketdi, juda ko'p. O'qituvchi o'sha repetitorning darajasidan ko'ra ham yuqoriroq bo'lishi kerak. O'sha o'quvchi sizni o'quvchingiz bo'lishi uchun, aynan sizdan bitirib chiqib ketib oliy o'quv yurtiga kirish uchun siz ana shu repetitordan-da yuqoriroq bilim bera olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi yillar davomida o'qituvchilarning oyligiga qo'shimcha 10 dan ziyod ustamalar joriy qilindi. Bugun O'zbekistonda o'z ustida ishlagan 60 mingdan ortiq o'qituvchi 10-12 million so'm maosh olyapti. Yangi baholash tizimiga o'tgan 1,5 ming maktabning 300 tasi ijobiy natija ko'rsatgani uchun butun jamoasi 40% gacha ustama oladi. Men xalqimizga vaqti kelib o'qituvchilarning maoshini $1000 yetkazamiz degan gaplarim mana 3 yil ichida haqiqatga aylandi, dedi davlatimiz rahbari videoselektorda. Ona tili adabiyot sohasida mana milliy sertifikat degan hammamizda bir olish g'oyasi paydo bo'ldi. 2 yil milliy sertifikatga topshirgan bo'lsam, ikkalasida ham B darajasini olganman. Milliy sertifikatni olish uchun odamda, insonda, pedagogda bilim zo'r bo'lishi kerak. Bilsangiz, albatta milliy sertifikatni olasiz, bunga yeta olasiz. Undan tashqari pedagoglarning sohasida o'zgarish juda katta. Mana bu yil prezidentimiz tashabbusi bilan kelajak soatlari o'tilyapti. Mana birinchi dars dushanba kuni kelajak soati bo'ladi. Mana shu darsda oldingidek oddiy vatan deb emas, yuragingizdan chiqarib vatan deyishni o'rgatyapmiz bolalarga. Darslarda rejasida ham shu narsani o'zimga doim bitta shior qilib olganman. Har darsda bitta shior bilan dars o'tishni xohlayman va bundan keyin ham qilyapman shu ishlarda. Yaxshi bitta rivoyat bilan vatan haqida yoki bir yaxshi bir maqol bilan yoki 4 qator zo'r she'r bilan boshlaysizki, o'shani ruhida dars davom etadi va shuni ruhida dars tugataman. Endi eng katta bir zo'r yangiliklardan yana bittasi o'qituvchining mavqei oshdi. Ya'ni bu yil prezidentimiz tashabbusi bilan nafaqaga chiqqan yoki katta ustozlar bemalol dam olish joylariga borib o'zini hordig'ini chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Undan tashqari o'qituvchini mukammal bir inson sifatida tasvirlash, uni tasavvur qilish ham hozirgi kunda yangilik bo'ldi. Oldinlari o'qituvchini unchalik bir nimasi, hurmati joyida, obro'si unchalik yo'q edi. Hozirda esa o'qituvchini obro'si juda ham chiroyli va yaxshi hurmatga sazovor insonlar sifatida qadrlanyapti. Xudoga shukr, eng boy o'qituvchilardan biriman desam bo'ladi. 2 yildan beri vazir ustamasi sohibiman. Alhamdulillah, bunga shukr qilaman, chunki albatta o'zimiz ustimizda ishlaganimizdan keyin vazir ustamasidagi testlarni bemalol yecha oldik. 95 ball bilan o'tdim. Juda xursandman bunga. 2 yildan beri mana shu ustamani olyapman. Undan tashqari o'sha oyligimga birla qo'shadigan bo'lsam, prezidentimiz aytmoqchi, $1000 dan oshdi oyligim. Ustoz mehnati qadr topdi. O'qituvchi kasbiga munosabat o'zgardi. Demak, endi kelajak o'zgaradi, hayot o'zgaradi.